Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan gaplashishga ehtiyojim bor. Xo'sh, men sizni eshitaman. Qaysi ma'noda? Aa, To'g'risini aytsam, qaysi ma'nodaligini o'zim ham hali tushunib yetganim yo'q. Qandaydir o'zimda o'zgarishlar his qilyapman. Sizga tushuntirib berolmayman. Oiladami? Ayol sifatidami? Yo ish, yo o'qish? Nima desam bo'ladi? Hozirgi holatimda, hayotimda qandaydir faqat yopiq narsalar yoqadi. Bironta misol qilib aytsak, bironta buyummi, narsami olsam, shu uyimga qo'yib qo'ysam, o'shani o'rni o'zgarib qolsa, o'sha menga yoqmaydi. O'sha joyda turish kerak. Kimdir men narsam so'radimi, bergim kelmaydi. Men sizni tushundim. Demak, siz o'zingizni qobig'ingizga o'ralib olgansiz. Sizga men oddiy sodda qilib tushuntirganimda, siz pillasiz. Pillani ichida qurt bo'ladi-ku, qarang, shu qurt ham bir ma'lum muddat ichida kapalak bo'lib uchib ketadi. Siz bu holatdan chiqishingiz kerak. Bu to'g'risida biz sizga albatta qo'limizdan kelgan yordamimizni beramiz. Ayamayman, qo'limdan kelgan yordamimni. Biron bir buyumni qo'ydim, shu yerda turish kerak degani, lekin inson shu holatda ketmash kerak, o'zgarish kerak inson. Chunki kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, qandaydir tushgan ahvolga tushsangiz, uyingizda shkaflarni, stullarni joylashuvini o'zgartiring-da, siz boshqa insonga aylanasiz. O'sha boshqa uyga kirib qolganga, boshqa xonaga kirib qolganga o'xshaysiz-da. Shu narsani o'zingizda sinab ko'rishingiz kerak. Lekin bu narsani qilish qiyin-da, aytishga oson-u, lekin o'sha narsaga qilgan jur'atim yetmaydi-da. Nima qila olishim mumkin? Shu jur'atingiz yetmaganligi uchun, shu narsani qila olmaganingiz uchun sizga qandaydir yo kimdir suhbatdosh kerak bo'lganda. Masalan, shu mavzuda men sizga suhbatdosh, dirdosh bo'lishim mumkin. Albatta, foydam tegsa. Rahmat. Siz bilan o'zi gaplashganim sari yana gaplashkim kelyapti. Chunki gaplaringiz ich-ichimga ta'sir qilyapti-da. Siz bilan suhbatlashish yoqyapti. Xursandman. Sizga maslahatlar berishim mumkin. Siz o'zingizni o'zgartirishdan bir zumda tezda o'zingizni o'zgartirib ola olmaysiz. Buni etapma-etap bajarish kerak. Bu to'g'risida sizni o'zgartirishimiz uchun sizni sekin asta o'zgartiramiz. Buyumlar to'g'risida kelsa, bu oddiy hol. Ma'lum bir yoshga kelganda bu holat hamma insonda bo'ladi. Sizni oila sharoitingiz, siz masalan ayol sifatida, farzand sifatida, bir oilani go'zal kelini, turmush o'rtog'i rafiqasi sifatida o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Men sizga aytsam, o'zimni baxtli ayol, baxtli turmush o'rtoq va eng baxtli farzand sifatida ko'raman. Sizning tushunishimcha, bu faqat sizni o'zingizga bog'liq, ichki tuyg'ularingizga, ichki kechinmalaringizga bog'liq muammo. Ichki kechinmalaringizdan chiqib keta olgan taqdiringizda siz bu oddiy buyumlar, oddiy predmetlarni orqasidan hech qanday sizda muammo bo'lmaydi. Sizda faqat ichki tug'yon, ichki o'zingizga tegishli muammolar bor. Siz shulardan qutulishingiz kerak. Siz o'z meningiz ustida ishlashingiz kerak. Siz o'z meningizni boshqalarga o'tkazmoqchi bo'lasiz. Chunki shu narsani shu yerga qo'ydimmi, turish kerak, buni olmash kerak deysiz. Sizga kimdir buni olish kerak, bu yerda turish kerak desa, shu narsa sizga yoqmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun siz boshqalarni tinglay bilishingiz kerak. Sizda hozir tinglash qobiliyati sal sustroq. Boshqalarning so'zini tinglashni yoqtirmaysiz. Boshqalar so'zini tinglashdi. Sizga yoqadimi boshqalar so'zini tinglash? Yo'q, menga kimdir yonimda ish qilsam ham, unaqa qilmang, bunaqaroq qiling
Yo bo'lmasa bunaqa qilganingizda boshqacharoq bo'lar edi desa ham yoqmaydi. O'z fikrimda qolaman, o'sha odam aytgan qilmayman ham. Endi bundan keyin siz shu so'zingizda qolmangda, siz shu insonni so'zini shuni aytganini ham qilib ko'raychi, qani nima bo'larkin degan savolni o'zingizga berishni o'rganing. Chunki bir narsani o'zgartirish uchun boshqa bir narsadan foydalanish kerak-da. Inson hayoti davomida o'zgarish kerak. Inson bir umr bir tekisda shu hayotda shu chiziqda yashay olmaydi. Rahmat kattakon sizga. Siz bilan suhbatlashib ancha yengil tortdim. O'zimdagi qanaqa o'zgarishlar borligini, o'zimda qanday holatlar bo'layotganini ozgina bo'lsa ham tushundim. Yana siz bilan ko'proq suhbatlashgani, qabulingizga yozilib tursam bo'ladimi? Albatta, jonim bilan qachonki sizni vaqtingiz bo'lsa, qachonki men bilan suhbatlashgani ehtiyoj sezsangiz, hamisha men tayyorman. Foydam tekganidan men ham xursandman. Kelganingiz uchun sizga ham rahmat.